ko'pligini. Opajon do'kon yopiq. Yopur. Ochilish ertaga. Ertaga ochverasan. Bugun men kelib ko'rmasam bo'lmasdi. Xizmat ko'rsatishimiz yo'q-da. O'zim xizmat ko'rsataman. Bam oyoq kiyimlar qanchadan? 50 ming. 50 ming? So'mdami? Ha, so'mda bittasi. Sen o'g'irlab kelyapsizlarmi? Tavba qildim. Shuncha oyoq kiyim bittasi 50 ming. Ey xudo, hammasidan olaman. Mana bu frankfurtskiy ko'ylaginglar qanchadan? 85 ming. 85 ming? Hazillashyapsizlarmi? Hozir 300 mingdan kiydirib yubordi-yu meni. Voy, uxlatdi bo'la shunda meni. Ey xudo! 85 ming? Qizildan bitta beringlar-da, hozir kiyaman. Bu qancha? 75 ming. Pidjak so'rayapman. Pidjak aytyapman. 75 ming. Mana shu pidjakmi? Ha? Kasodga uchrab ketmaysizlarmi sizlar? Oyoq kiyim 50 ming, pidjak 75 ming. 10 ta berlaring. O'lib ketmaysizlarmi undan keyin menga? Mana shtroykalar 125 mingmi? Rubashkalar 98 ming, xudilar 65 ming. Ikkita lavashni puli-ya. Va dengiz mushiga. Biz ketyapmiz. Ketar. A do'konni yopyapmiz. Yopar. Ertaga ochilishmi? Ha? Shu yerda o'tirib kutaman, shu yerda yotib kutaman. Bo'lmasa ertaga skitkani ko'rib hamma yig'ishtirib olib ketib qolar. Qarindoshlarim kelyapti, ertaga ular bilan birga qaytaman. Aytgancha ertaga ochilish isbet qilib qolinglar, bo'lmasa men hammasini yig'ishtirib olib ketaman. Kamaz gaplashib qo'yganman. Bo'pti, svet o'chirib olinglar, uxlayapman. Ona meni uylantirmasdan ketish yo'q lekin, ey. Men tilginanga tirsak chiqqan. Qayerga ketaman? Prosta kirib qoldim. Ana shu qo'shni kelinga o'xshab, mesestra qizga uylantiraman seni nasib bo'lsa. Tomirga birga bir tushadi. Qachon o'sha ona? Sabr qil, tuzalib olaymi? Maniga tegishimga baroqchomdan. Ya. Kimga uylantiryapsiz meni? Nima qildi? Qo'shini qarang, Indirjitga o'xshaydi. Voy, chiroyini pishirib jiysanmi? Zato mesestra. Uylanadimi yo'qmi menga? Parashnikka turibmanmi beri? Uylanadi. Xola! Mesestra kelin olibsizmi? Xudoga shukr, kelinim mesestra. Chaqalog'imni temperaturasi tushmayapti. Bitta ukolka bersin. Kerak bo'lsa ikkita ham qiladi. Kir. Qoshig'il. Qoshig'il qara kelayotganda. Ko'rdingmi balam, obro'yda bor. Yet qizga shukr onajon. Qotillar! Bolam yig'lasa ovozi chiqmayapti. Ming bor uzr podkoza ketibdi-da. Mannani uchibdi. Aya, Ha. dadam qani? Ichkarida qoshig'iling kapelnitsa qo'ygan. Dadajon. Kim? Dada? Sen nima qilding dadamni? Marhamat, men ozroq havo ketib qopti-da. Ming bor uzr mannani uchibdi. Bitta antibiyotikni olasiz. Unga antifox va antiseptikni aralashtirib, Kaka shunaqa qiluvdim hozir. To'xtang-chi ona. Turing qol. Bormi og'riq? Yo'q. kimgadir ukol qilsangiz, bu sizning eng katta xatoyingiz. U odamni shok qilib qo'yishingiz ham mumkin. Nima bo'ldi? Nima qilding? Nima qilib qo'ydim o'zi? Onangni shunaqa ukol qilganmisan? Xolajon, o'zingiz keldingizmi? Nasib ko'ramiz. Mana aya mesestraga uylan dedingiz. O'ldirishga sal qoldi. Qoshig'il, daqki. Sen qayerda o'qigansan, Indirjit? Men karantinda onlayn o'qiganman. Yangasi qayerda o'qigansiz? Men Termiz iqtisodiyot va servis universitetining tibbiyot yo'nalishida o'qiganman. Yo'q. Ha, u yerda davolash ishi, pediatriya, stomatologiya, farmatsevtika va biologiya yo'nalishlari bor. Ertachi eng malakali o'qituvchilar dars beradi. Hamma talabalargacha barcha sharoitlar qilib qo'yishgan. Mana aya, o'qigan babi bilinadi-da. Mana bunaqangi o'qimagan chalasavodlar odamlarni o'ldiradi. Qoshingga sona. Yo. Jo'rabek, unga ukol qildirma, molingni o'ldiradi. Ya, kelini qo'li yengil ekan, molimga bitta ukol qilib tuzalib ketdi. Ha, sen mol doktori ekansan-da. Ayta xoromadim. Ha dada, yuribmiz-da mana Rossiyaga ishlab. Nima gap o'zi? 27-da to'yingni belgiladik. Mani nima xabarim yo'q. Mana aytayapman-ku. Ha, qiz kim o'zi? Bilmasam, onang topgan kelsang ko'rarsan. Men qara ko'r. Yana to'ying kuni kelib o'tirma, hay, ertaroqqa bir yo'ngini po'nib, tovon-povaning qirib olarsan. Mayli bo'pti. Ko'rmagan qizga qanaqa o'ylanaman? O'g'lim, kelin, yashayotganlarga ham 5 yil bo'ldi. Qachon turmush qurasizlar?
Biz hali katta hayotga tayyor emas edik. Da odam yashab ko'rmaguncha bir-birini bilmas ekanda, bir-birimizdan kamchiligimizni ko'rib bilib, bir-birimizni o'rganib, bilganimizdan keyin ana to'y qilib turmush qilsak bo'ladi. Ha, mayli. Bu bolalaring qayerda, nevaralaring? Past o'ynashyapti. Qanchalik o'ynashga ketishidan. Bo'pti, shular oldiga bora qolaman. Hayat şaşırtır hep zaten.